Canım şimdi şöyle 91 bola bitinde ebiye. Şulay mı ne? Uzdurabız mısın? Tugan günü. Biz hele fakirlikni ko'rmagan, ochlikni ko'rmagan bizning bolalarimiz uzoqlamaycha bizning Qurban bayramimiz bular. Qurban bayramimiz qutlu muborak bo'lsin. Nishikkina bo'lmasin, bayram etirga tirishimiz, erlaringizga yoqimli bo'lib, qo'noqlar chaqirib, mana endi erkalanigiz shulay, suyganlaringizdan suyunib yashagingiz. Rahmat sizga. Rahmetinizga rahmet. Qurban hayiti büyük zo'r bayram o. Bizning musulmonning ikkigina bayrami, O'roza bayrami, Hayit bayrami. Qolganlari uchrashuvni shulayda aralashuv kerak. Buldira olsangiz, berenga pishirigiz, epi turag'izda chaqirig'iz. Bizga o'sha tugul aralashuv kerak. Mana men sizni ko'rib nechik shodlandim. Nenda yaxshi emotsiyalar berdingiz siz menga. 91 yaşında kişiyle o'rnidan da qo'zg'almayadi. Men subhanallah, to'yt o'sinde yana Sen ko'rdim. sağlığınız, ak yavlılığınız bilen şulay bizni, ko'nglimizni Rahmat, yoqtirib yashaysiz. rahmat. Bozor muramlarında kirgach, rehat bo'lib ketasiz. Rahmat. Va alaykum assalom.